Sizlar bilan har doimgidek Niko dalasi. Bugungi videomizda biz qanday tanga olmoslarni yig'ishni avtoga qo'yishni o'rganamiz. Bu tanga olmoslar bizga o'yinchilarni olishga kerak bo'ladi. Olmoslar bo'lsa, mana bunaqa yangi kelgan Heroes kartalarini olish uchun kerak bo'ladi do'stlar. Birinchi o'rinda biz tarkibimizda do'stlar. Karim Benzema bor, Lionel Messilar kartalari qo'yilgan, eski kartalari Ronaldo, Salah, Lewandowski, Mbappe eski kartasi olingan. Endi buni sotib yangi olamiz, ya'ni Hakimi, Valverde, Bellingham, Theo Hernandez turadi. Rudigerni sotamiz. Do'stlar, Hollandni hamda yana Vinini ham sotish kerak. Tanga olmoslar sotilgan. Endi biz tanga olmosni avtoga qo'yib qo'yishimiz uchun bu akkauntni o'zi tanga olmos avtoga qo'yib, tanga olmoslarni avtoga qo'yib tushirganmiz do'stlar. Birinchi o'rinda do'stlar Play Marketga kirib olamiz. Ya'ni avtoklikkerni o'rnatishimiz uchun xo'sh, Smart Auto Clicker deb yozasiz Play Marketga kirib, hamda bu videoni o'rnatib olasiz. Faqat shunisini. Mana xuddi shunisini tortinglar. Xo'sh, endi ochishga kirib, videoni ochamiz. Menda bitta tayyor fayl bor edi. Ya'ni tayyor emas u. Endi o'chirib tashlaymiz. Boshdan qilamiz. Ya'ni sizlarda boshda bunaqa chiqmaydi, mana xuddi shunday chiqadi. Create a scenario bosasiz. Xo'sh, keyin saqlashni bosasiz. Nom qo'yish shart emas. Keyin mana fayl yaratish boshlashni bosasiz. Bu sizlarda bunaqa chiqmaydi do'stlar. Ya'ni request permission deb chiqadi. Ana shuni bosasiz hamda ilova buyruqlarini berib chiqasiz ilovaga. Xullas keyin mana o'yin yozib olishni bosib, boshlashni bosasiz. O'zingiz yaratsangizdan bo'ladi, yaratmasangizdan bo'ladi. Endi import backup, select backup file. Bizda tayyor fayl bor do'stlar. Xo'sh, faylni ochib olamiz. Endi buni barcha o'xshash elementlar uchun amalga oshirish, o'tkazish, almashtiramiz. Ushbu fayl mavjud emas. Clicker. Klik deb qo'yamiz. Mayli. Xato yuz berdi deyapti. Ana. Bo'lsin. Ko'ryapsizlar mana. Bitirib tashlaymiz. Bu tayyor faylimiz. Do'stlar, bu videomiz kliker tortish haqida edi. Agarda kanalimizda yaqin o'rinlarda 500 obunachi bo'ladigan bo'lsa, kanalimizda shu avtoklikerni noldan, ya'ni ishlab chiqamiz, ya'ni noldan tayyorlashni o'rgataman. Do'stlar, YouTube'da bunaqa kontent yo'q, men qilaman. Agarda 500 ta qiladigan bo'lsanglar, yana biz bunaqa bir 30 ta shunaqa fayllarni biz obunachilarimizga berib chiqib qolamiz. Videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Bu birinchi
Videomizda ya'ni birinchi qism torish haqida edi, klikkerni o'rnatish haqida. Do'stlar, kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Kelasi videolargacha